Assalomu alaykum. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli islomdagi birodar va opa-singillarim, asli misrlik bo'lgan arab dunyosida tanilgan shayx Muhammad Hasson haqida aytgan edik. U 4 ta hikoyani zikr qilgandi va oxirgi 2 ta voqea haqida esa bu 2 voqeaga shaxsan o'zim guvoh bo'lganman deydi. U shuni ta'kidlaydiki, agar hayotingizning oxirgi lahzasida butun dunyo yig'ilib kelib sizga shahodat ayttirmoqchi bo'lsa ham, Qur'onning "Ey mo'minlar, Allohdan haqqi rost qo'rqinglar va faqatgina musulmon holingizda vafot etinglar" degan oyatni sizga tatbiq qilmoqchi bo'lsa ham, agar loyiq bo'lmasangiz hech bir inson sizga yordam bera olmaydi. Xo'sh, demak, shayxning hikoyasi mana bunday. Misrda, aynan o'sha Misrning o'zida, Mansura deb ataladigan joyda, Shayx Muhammad Hasson yashaydigan Mansura shahrida bir odam Shayx Muhammad Hassonning oldiga kelib aytadiki, mening yuqori qavatda yoki tepada yashaydigan bir qo'shnim bor. U kun va tun musiqa eshitish bilan band. Musiqaning baland ovozidan qo'shnilar bezovta bo'lmoqda. Men tepaga chiqib, eshigini taqillatdim va iltimos qo'shni, agar musiqa eshitmoqchi bo'lsang, eshitaver. Men qarshi emasman. Sen musiqa tinglashing mumkin, lekin meni majburlab tinglattirma. Ovozini pastroq qil. Ovozini pastlatib eshitaver dedim. U esa menga javoban, meni o'z holimga qo'y. Yo'qol, menga gapirma, xohlaganimni qilaman dedi. Shundan so'ng men ketdim. U esa hali hamon kunu tun tindirmay musiqa qo'yishda davom etyapti. Oradan vaqt o'tdi. Bir kuni uyga kelganimda o'sha qo'shni yashaydigan qavatda odamlarning yig'layotganini eshitdim. Nima bo'lganini bilish uchun yuqoriga chiqdim. O'sha qo'shnining ayoli va bolalari yig'lab, otamiz o'lyapti deyishardi. Qo'shni esa yotoqxonada edi. U bir hushiga kelib, yana bir hushsizlanib yotgan ekan. Ba'zida o'ziga keladi, yana hushidan ketadi, yana ko'zini ochadi, yana o'zini bilmay qoladi. Shuning uchun hamma u oxirgi daqiqalarni yashayapti deb o'ylashdi. Odamlar uning atrofida yig'lab, qayg'urib turgan bir paytda bu odamning ahvoli goh og'irlashib, goh o'ziga kelib turgan bir paytda xonada hamon musiqa qo'yilgan edi. Ular hali hamon musiqa tinglashardi. Aslida hamma ham tinglamayotgan edi, lekin otalari musiqani o'chirmanglar deb buyurgan ekan. Shunda qo'shnisi Abdulloh ismli kishi uning farzandlariga Allohdan qo'rqinglar, shu paytda ham musiqa eshitasizmi? Axir otangizni so'nggi damlari dedi. Ular esa bu otamizni xohishi deb aytishdi. Abdulloh esa yo'q, Allohdan qo'rqinglar, bu otangizni oxirgi lahzalari dedi. Shunda ular, yaxshi, iltimos, sizning uyingizda Qur'on kasetasi bo'lsa olib keling deb so'rashdi. Abdulloh uyga borib Qur'on kasetasini olib keldi. U uyga kirib, musiqa chalib turgan kaseta apparatini to'xtatdi. Ichidagi musiqa kasetani oldi va uning o'rniga Qur'on kasetasini qo'ydi va uni yoqdi. Yarim soatcha Qur'on tinglaganimizdan keyin behush holatda yotgan otalari birdan hushiga kelib, to'xtating uni, Qur'onni o'chirib qo'ying, men Qur'onni eshitishni istamayman dedi. Tasavvur qiling, subhanalloh. U Qur'onni to'xtating, men Qur'onni eshitmayman, Qur'on meni azoblayapti. Vallohi, u aynan shunday dedi, to'xtating. U baqir-chaqirni boshladi, butun oilasiga to Qur'onni o'chirgunlaricha nido qildi. So'ng musiqani qo'yinglar, faqat shu musiqa menga xotirjamlik beradi, meni tinchlantiradi, meni bo'shashtiradi dedi. Astag'firulloh. Shu gaplardan keyin ular musiqani qayta qo'yishdi. Biroz vaqt o'tgach u musiqa tinglagan holda vafot etdi. Shunday gap bor. Man shabba ala shay'in shaba alayh. Kim nima bilan ulg'aysa, shu narsa bilan qariydi. Shu bilan vafot etadi. Shu bilan qayta tiriladi. Bu hammamiz uchun juda muhim eslatma. Bu birinchi voqea, u ana shunday holatda vafot etdi. Shayx Muhammad Hassonning o'zi guvoh bo'lgan yana bir voqea, uning aytishicha, masjidda shogirdlarga dars o'tib yurgan paytlarida bir kuni shogirdlardan biri
Shayx Muhammad Hassonning darslariga qatnaydigan bir yigit kelib, onam sizga yetkazishimni buyurdilar. Iltimos duoda eslang. Bilasiz, mening otam og'ir ahvolda. Iltimos u uchun duo qiling. Alloh uni mag'firat qilsin. Alloh unga shifo ato qilsin. Alloh uni darddan forig' qilsin deydi. Shayx inshaalloh albatta duo qilaman deb aytadi. Oradan kunlar o'tdi va o'sha shogird yana qaytib keldi. U ustoz Shayx Muhammad, otam o'ldi va u juda dahshatli tarzda vafot etdi deydi. Shayx nima bo'ldi? Qanday qilib vafot etdi deb so'raydi. Shogird aytadiki, bir kuni biz ovqatlanayotgan edik. Otam shundoq ham og'ir kasal edi. Ovqatlana turib, birdaniga qornida juda qattiq og'riq boshlandi. Shunda u vannaxonaga kirib ketdi va eshikni yopib oldi. U hojatxonada unitazning oldiga bordi. Chunki u qayt qilmoqchi edi. Uning ko'ngli behuzur bo'layotgandi. Yeganini qusib tashlamoqchi edi. U qayt qilishga urinardi. Qornidagi og'riq va azob kuchayib borardi. U hech kimni yoniga yo'latmasdi, chunki biror joyni iflos qilib qo'ymoqchi emasdi. Shuning uchun hammani tashqarida qoldirib, eshikni yopdi va faqat meni yolg'iz qoldiring deb aytardi. Og'riq shu qadar kuchayib ketdiki, u endi oyoqda tura olmay qoldi. Shu sabab u tizzalab o'tirdi. Uning yuzi unitaz ichiga qaragan edi. U qusish uchun boshini unitaz ichiga tiqadi. Oilasi, o'g'li, rafiqasi va boshqalar hammasi tashqarida edi. Birdan oilasi uning qattiq qichqirig'ini eshitadi. U juda baland ovozda qichqiradi. Keyin esa butunlay jim bo'lib qoladi. Na yo'tal, na ingrash, hech narsa yo'q. Ular eshikni ochib dahshatli holatni ko'rishadi. Uning yuzi butunlay unitaz ichiga kirib ketgan edi. U yer esa najosat, qusuq, qon hammasi bilan to'lib yotardi. U shunday dahshatli tarzda vafot etgan edi. Yuzi butunlay unitaz ichiga kirgan holda. Bu gaplarni eshitgach, Shayx Muhammad Hasson hayratga tushadi va u shunday deydi: "Seni Allohning ahdi ostiga qo'yaman. Alloh taolo haqqi so'rayman. Onangning oldiga bor va undan so'ra. Unga ayt, men Shayx Muhammad Hasson undan so'rayapman. Otang nima qilardi? Eri nima ish qilardi?" Shunda yigit borib, onasidan so'raydi va qaytib kelib, onam aytdiki, otamiz hech qachon namoz o'qimagan ekan, deydi. Shayx shunda aytadi: "Bu albatta insonni azobga duchor qiladi, lekin uning o'lim shakli namozdan tashqari boshqa narsaga bog'liq edi. Kim namoz o'qimasa, namozdan uzoq bo'lsa, namozga umuman ahamiyat bermasa, ulamolar bu borada ikkita asosiy fikr aytishgan. Ba'zilar bunday odam musulmon bo'lmaydi, ya'ni namoz o'qimaydigan kishi musulmon emas deb hisoblashgan. Yana bir qarash shuki, u fosiq hisoblanadi. Og'ir gunoh qiluvchi, gunoh kabira egasi. Ikki xil fikr bor. Xullas shunday qilib Shayx Hasson aytadi: "Men sen borib onangdan yana so'rab kelishingni xohlayman. Alloh haqqi menga ayt, u namozdan tashqari yana nima ish qilardi? Benamozlik bir masala, lekin uning benamozlikdan tashqari yana boshqa bir ishi bo'lgan. Chunki uning o'lim tarzida dahshatli yakun bor." Shunda o'g'il borib onasiga: "Onajon, Shayx menga, onangga ayt, Alloh haqqi uchun menga rostini aytsin deyapti", deydi. Shunda onasi: "Mayli, aytaman. Sening otang, ya'ni mening erim odamlarga foizga qarz berardi. Masalan, 1000 berib 1,5 qilib qaytarib olar edi. Ya'ni u foizga ishlardi. U ribo bilan shug'ullanar edi", deydi. Ribo bu nopok, harom bo'lgan amaldir. Bu katta gunohlardan biri va bu gunohlardan kechirilishi juda og'ir bo'lganlardan biridir. Tasavvur qiling. Shunda yigit qaytib kelib Shayxga: "Onam aytdiki, otam ribo bilan shug'ullanar ekan. U odamlarga 1000 funt berib 1,5 qilib qaytarib olar ekan. 1000 berib 1,5 qilib qaytarib olar ekan." Shunda Shayx aytadiki: "Astag'firulloh, u harom yegan ekan, u nopok ishlar bilan shug'ullangan va o'sha nopoklik ichida vafot etgan. U iflos holatda vafot etdi. Shuning uchun farzandingiz musulmon, talib ilm bo'lsa ham, siz musulmonlar orasida yashasangiz ham, masjid atrofida bo'lsangiz ham yoki boshqa joyda bo'lsangiz ham,
Agar hayotingizda to'g'ri ish qilmayotgan bo'lsangiz va oxiratni istayotgan bo'lsangiz, bilingki, kim nima bilan yashasa, o'sha narsaning ustida vafot etadi va kim nimaning ustida o'lsa, qiyomat kuni ham o'sha holatda tiriltiriladi. Alloh taolodan bizni har qanday haromdan asrashni so'rayman. Alloh taolodan doimo bizni yaxshi yo'llarda, itoatkorlikda bo'lishimizni so'rayman va bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnatiga amal qiladiganlardan qilsin, to o'lgunimizcha va Allohga to'liq bo'ysungan holda unga yo'liqqunimizcha. Inshaalloh keyingi qismlarda yana suhbatlashamiz. Ungacha esa Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.